Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana sizlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlar olib boryapmiz. Bugungi uchrashuvimizda mana shu sizlarni masalalaringiz, takliflaringiz, muammolaringizni eshitish bo'yicha tashkil etildi. Kimda qanaqa savol, masala bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimda savol bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana men hozirda masala bo'yicha shu 22 qaror bo'yicha fermerlar qurilishlarni tugalladi ko'ri shu chorva masalasi chorva olib kelish bo'yicha mablag' yetishmayapti. Shunga kredit masalasi bo'yicha fermerlar sizlarga bizlarga murojaat qilyapti-ki, shu foizlari boshqalari bo'yicha nima qildik? Mana bitta fermerlar masalan Amirjon fermer xo'jaligi 100 millionga chorva mol olishga ariza bergan ekan. Hozir shuni salbiy javob kelyapti ekan, shu masala bo'yicha amaliyotni ko'rsatmayapti. Keyin boshqa masala bo'yicha endi hozir nimadan so'radik, 22 imtiyozli foiz ekan, undan boshqa iloj yo'q degandek gapirdi. Shuni ham bo'lsa ya'ni foizni tushirish iloji bormi yo'qmi, shu nazarda bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Siz hozir aytganingizdek, davlat chetida yoki chorvachilikni rivojlantirish yoki issiqxona qurish bo'yicha bugungi kunda hozir sizlar tomonidan va tomonidan fermer xo'jaliklari murojaat qilsalarga 100 million so'mgacha zavodsiz, ta'minotsiz kreditlar ajratilyapti. Foizi 22% bo'lyapti. Hozircha bizlarga boyagi mana shu 22% ajratish belgilangan bo'lib, hujjatlar taqdim etilsa agar kreditlarni tez orada ajratib beramiz. Anvarjon fermer xo'jaligiga kelsak agar hujjatlar qabul qilib olindi, u bo'yicha ishlar amalga oshiryapti. Bugun krediti chiqib ketish arafasida turibdi. Krediti уже hal bo'lyapti.